Mutaxassislarning ma'lum qilishicha, transport vositasida ortiqcha yuk bilan harakatlanish nafaqat yo'llarning nosoz holga kelib qolishiga, balki yo'l bilan bog'liq baxtsiz hodisalarga ham sabab bo'ladi. Aynan shu kabi salbiy holatlarning oldini olish maqsadida Namangan viloyatida yuk tashuvchi transport vositalarining vazn va hajm parametrlari bo'yicha belgilangan me'yorlarga mosligi yuzasidan nazorat tadbiri o'tkazilmoqda. Yuk mashinalari o'qlariga tushuvchi ruxsat etilgan og'irlik avtotransport vositalarining umumiy ruxsat etilgan massasiga rioya qilinganda yakka yetakchi o'qqa tushuvchi og'irlik 11,5 tonnadan, boshqa o'qlarga esa 10 tonnadan ortiq bo'lmasligi belgilab qo'yilgan. 2 o'qli yuk avtomobillariga 18 tonnagacha, 3 o'qli avtomobillarga 26 tonnagacha, 4 o'qli avtomobillarga 32 tonnagacha, 5 o'qli avtomobillarga 40 tonnagacha, 6 va undan ortiq o'qqa ega bo'lgan yuk avtotransport vositalariga 44 tonnagacha yuklarni avtomobil yo'llarida tashishga ruxsat etilgan. Mana bugun 2 dona o'sha man hamda chakma rusumli yuk avtotransportlari belgilangan me'yordan ortiqcha yuklanganligi aniqlanib, yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va saqlash uchun vaqtinchalik jarimadorga qo'yildi. Yo'llarda yuk tashishda albatta belgilangan me'yorlarga amal qiling, zero bu bilan siz o'zingiz va o'zgalar hayotini jiddiy xavfdan saqlagan bo'lasiz.